Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Biz hozir chiroyli bo'lib bayramlashgani ketyapmiz. Turkiyada bayramlar qanaqa o'tar ekan? Keling birgalikda ko'ramiz. Bilmez esmer. Biz hozir opamiznikiga ketyapmiz, qaynopamiznikiga, eng kattasinikiga. Turkiyada ertalabdan sahardan erkaklar bayram namoziga ketsa, ayollar uyda yuvalama degan endi Anteplarga xos faqat Turkiyada boshqa joylarda bu yoqlarda misol uchun qilingan Izmir tarafida o'sha Anteplarda shunaqa ertalabdan yuvalama degan ovqatni tayyorlashadi. Hozir borib ko'rsataman sizlarga. Ertalabdan sahardan shunaqa ovqatlarni qilib yeyinadi. Keyin hamma yangi kiyimlarni kiyib borib bayramlashishni boshlashadi. Bolalarim ham keyin ko'rsataman, yangi kiyimlarni orqada mana hozir o'tirishibdi. Biz hozir ketyapmiz opamiznikiga. Menimcha o'sha yerda ham ovqatlarimizni yeb, hamma o'sha yerda to'planib bayramlashamiz. O'zi bizga ham uyimizga kichkinalar kelishi kerak. Kichkinalar kattalarning uyiga borishadi. Tunnel. Lekin bizaniki menimcha hech kim kelmaydi. Hamma bitta joyda ko'rishayotgan bo'lgani uchun. Xullas, bugun bayramlashib yuramiz. Kunimiz qanaqa o'tar ekan bugun? Kelinglar birga tomosha qilamiz. Bayramga opalarim. Bunu sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Vay. Baklava qildilar. Antep baklavasi. Buni rosa qilish qiyin. Mana qilishtiradi. Bular Antepga xos mana shunaqa pechonnilar qilishgan. Har xil tegida ham bor. Mana bunaqa. Rosa mehmonlar bugun keladi bayramga. Mana shunaqa kichkina tarelочкаlarga qilib oldiga qo'yib qo'yishadi. Kelib o'tirib ketishadi. Xuddi bizda Toshkentda kelin ko'rishga borgandek, bu yoqda har yili kelaverishadi, lekin kichkinalar kattalarnikiga boradi. Mana mamta esa qaynopam yuvalama ovqatini tayyorlayaptilar. Hozir buni yeymiz. Bu faqat oila ichida, mana bayramlashga kelganlar buni yemaydi. Ertalabdan mana shularni hozir yeymiz. Kechqurun ertalabgacha qilib o'tirishadi. Yuvarlab dumaloq narsachalar. Tak, bu yoqda mana buni yoniga bunaqa oshi bor. Ustiga sos qilamiz. Mana bunaqa yuvalama degan ovqati, ichida garov. Mana kichkina narsani o'zligi ertalabgacha qo'llarida yuvarlab chiqishadi. Bizga yoqimli ishtaha, juda ham mazali ovqat bu. Aynen şeyi var. 22. Yorgun daha bir dönem geçti. Hayırlı bayramlar. Nasıl, iyi misin? İban hazırla. Bayram olsun. Teşekkür ederim. Şeker sarkası vardı. Bu ise 100. Yok cam çikolatalı. Ne? Ne aldın?
Ben bunu göstereyim. Hep merak ediyorlar bu ne diye. Tamam, kolonya. Hadi kolonya o'xshagan narsa. Qo'llarni dezinfeksiya qilish uchun. Doniyor. Be, не понравилось тебе? Be, tamam, идем чим сделаем. Bolalar uxladi. Biz yana opamiznikiga keldik. U opanikiga bormadik, chunki ular bu yoqqa kelishdi. Endi hozir hammamiz oila rasmini olamiz. Ketishga harakat qilyapti. Buni odam. Anne biraz öne gitsene. Kim çekiyor? Ben mi? He? Yok, ben çekerim. Tamam. Anneciğim hadi aşkım. Semih, hadi kuş çıkacak, hadi. Çok güzel. Hozir bu yoqda ancha ko'rmagan yuzinglar bo'lishi mumkin. Mana bu bizani tog'amizni, erimni tog'asini qizi Elmas opa. Bu ayol mana qaynonamni opalari, yo'q, singlari. Ulug' opamizni Gunash. Inshaalloh. Ular 5-6 yil yo'qib keturdilar, yo'qolib qoluvdilar. Endi mana yana kelishdi. Buni tarixini aytib beradigan bo'lsam, bular qochib ketishgan. Endi mana kelishdi. Xudoga shukr. Ancha qidirdik bularni. Bir dakika. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ovqatlarni yedik. Erkaklar hammasi balkonda o'tiribdi. Saçı. Bu yoqda ikkita choynakda choy. Ezgi xonim posudadan u yoq bu yoq qilyaptilar. Baklavalar yeyindi, choylar tayyor bo'ladi. Bu yoqda qizlar o'tiribdi. Bu yoqda bolalar o'ynab yotishdi. Bu yoqda qizlar balkonda. Evet. Yaxshi ko'rgan ulqopeli. Bayram günü milletine. Uyqulari keldi. Geldi. Uyqum keldi. Fazilat opamiz o'tirishibdi bu yoqda mana. Orqa mahalla stroyka bo'lyapti. Ben, sen? Ben? Elmas opamiz. Ben de göreyim bari kendimi. Şurada mı ölçeyim? Mesut akaylar Şurada mı ölçeyim kelime hemen? Usta bo'lganlar uchun hamma yoqni o'lchamoqchilar tahorat olish o'rniga. Hamma yoqni bu yoqda o'yinchoqlarni tarqatib shu o'ynab o'tirishibdi mana. Biz uyga keldik. Qizlar bo'tdi. Maza qilib o'ynab o'tirishibdi. Bugun bizada qolishadi mehmonlarimiz. Hozir ularga kofe qilyapman. Kofe ichamiz, keyin bolajonlarni borib uxlataman. Mana bu shokoladlarni ko'rdinglarmi? Dugonam Toshkentdan yuborgan edi. Bizga yoqimli. İşte.